haqdorlarga Alloh sabr bersin. Himmat bersin qarzdorlarga. Shunday qarab, zakotidan emas, ey muhtaram jamoat. Qarzdorga men zakotimdan qarzingni uzimman. Alloh yo'lida kechdim seni qarzimni. Duo qil haqqimga kechasi turib deng. Siz milliard boy bo'lib ketasiz. Agar shu himmat qila olsa. Ona qarzdor bor-u, uyqusi qochadi uni muhtaram jamoat. Uyqusi qochasi kechasi siz uxlaysiz. U qarzdor Alloh deb chiqadi. Xudo deb chiqadi u. Bir marta 2 rakat namoz o'qib, yig'lab duo qilib berasanmi? Agar sendan qarzim ketsam deb ko'ring, u qilgan duosini siz bomdodga uyg'onguningizga qadar Alloh sizga barakasini ko'paytirib beradi. Biz shunaqa himmatli bo'lishimiz kerak. Alloh yo'lida kechdim sendan. Sen uchun, akam uchun, ukam uchun, amma, xolam uchun emas. Alloh uchun seni Allohning rizoligini topish, qiyomatda Alloh meni gunohlarimni kechib yuborishlik uchun men seni qarzingni kechdim. Sen o'zing Alloh uchamiz guvohmiz xolos deydigan darajada bo'lish kerak. Xudoyo taolo himmatli zot, himmatli bandalarni Alloh yaxshi ko'radi.